Hammaga salom. Bugun sizlar bilan bir kunlik, yarim kunlik maktabda vlogimiz olamiz. Hozir biz tarixdamiz. Shaxsan bugunim. Biz hozir darsdamiz. Darsdan chiqib, albatta vlog olamiz. Sizlar bilan ertaga vlog olamadim. Uzr, ertadan boshqatdan vlog olaman, chunki ertaga get ready with me. Ertaga sinfda bayramimiz bor, shuning uchun va shu zo'r get ready with me bilan vlog olmoqchiman. Manda faqat uyda. Sizlarga hozir atmosferani ko'rsatamiz. Nimalar qilishlarimizni ham, bizlar darsda sho'xliklarimizni ham ko'rsatamiz. Men kecha telefon olganim uchun, o'zim bekitdi. telefon olganim uchun bugundan boshladim. Qizlarchalar. Voy boshlanamiz. Biz hozir darsdan chiqdik. Hozir bufetga kirdik. Ketyapmiz uyga. Narsa olamiz. Dak uyga ketamiz. Hozir biz bufetdamiz. Endi yo'lga ketdik. Voy Qobuljon xuddi o'ziga hozir ko'rsatmasdik. Bada archamiz bor. Tepaga chiqib ketdi. Xuddi o'zidan. Ruslan. Xuddi o'zidan. Kroch qizlarimda. Ichki qanaqaga ko'rsatish nimalik? Nimalik? Qorva. Ertalab olamagandim. Bizlar bo'yicha 6 ta bo'ladi. Part 6 ta bo'ladi. Part 6 ta bo'ladi. Qani, yana qorva bor. Ana. Bu part birinchi qism. İlk qo'limda. Ket. Bizni sınıfa intihar. Ana o'sha bizni sınıf. Radioda chiqib ketdi. Men ochgandim. Qizlar biz oldingi ustozimizni, Nachalkadagi ustozimizni ko'rishga kelamiz. Hozir narga keyingi